Navbatdagi masalani ishlaymiz. Bizda boshlang'ich qoldiq mavjud 1-yanvar holatiga. Aktiv shotlar qoldiqlarini biz debit tomonda aks ettiramiz, passiv shotlarning qoldiqlarini esa kredit tomonda aks ettiramiz. Kontraktiv shotlarning ham qoldiqlari kredit tomonda aks ettiriladi. 0,30 mashina va asbob uskunalar boshlang'ich qoldiq 3 million so'mlik bizda uskunalarimiz bor ekan, debitda aks ettirdik va o'sha uskunalarning eskirishi mavjud yig'ilganiga va o'sha uskunalarning jamg'arilgan eskirishi 900 ming so'm kontraktiv shot bo'lganligi sababli kreditda aks ettirdik. Skladda xomashyo materiallarimiz bor ekan 600 ming so'mlik, ishlab chiqarish 360 ming so'm, tayyor mahsulotimiz 840 ming so'm, hisob raqamdagi pulimiz 2 million 460 ming so'm va xaridorlardan oladigan pullarimiz 700 ming so'm ekan. Ustav kapitali 2 million 900 ming so'm, bankdan olingan qisqa muddatli kredit bo'yicha qarzimiz 720 ming so'm, mol yetkazib beruvchilardan qarzimiz 1 million 20 ming so'm, ish haqi bo'yicha xodimlardan qarzimiz 1 million 200 ming so'm, ijtimoiy soliqdan qarzimiz 144 ming so'm va taqsimlanmagan foydamiz 1 million 76 ming so'm ekan. Yil boshiga qoldiqlarimiz. Demak, yil davomida quyidagi operatsiyalar bo'lib o'tdi. Biz bularga provodga tuzamiz. Mol yetkazib beruvchilardan materiallar olindi 300 ming so'mlik. Demak, material ko'payadi, debitda aks ettiramiz. Mol yetkazib beruvchilardan qarzimiz kreditda ko'payadi. Hisob kitob shotidan kassaga ish haqi to'lash uchun pul olindi. Bu yerda ish haqi to'landi demayapti. Ish haqi to'lash uchun naqd pul olib kelindi kassaga. Demak, kassada pul mablag'lari ko'paydi, hisob raqamida esa pul mablag'lari kamaydi. Kassadan ish haqi berildi. Demak, kassada pul kamaydi va ish haqi bo'yicha qarzimiz ham kamaydi. Mahsulot ishlab chiqarishga materiallar berildi. Materiallar aktiv, kamayishini biz kreditda aks ettiramiz dedik. Materiallarning shoti 10 va ishlab chiqarish ortdi. Asosiy ishlab chiqarish xodimlariga ish haqi hisoblandi. Ya'ni 1 oy, o'sha 1 yil o'tdi. Biz ishchilarga oylik yozdik, hali berganimiz yo'q. Demak, ishchilar oldida 1,5 million so'm qarzimiz vujudga keldi va qarzning ko'payishini biz kreditda aks ettiramiz. 67 ishchilardan ish haqi bo'yicha qarzdorlik. Va ishchilar qayerda ishladi? Ishlab chiqarishda ishlaganligi sababli 20 ni debitladik. Ijtimoiy soliq hisoblandi. Demak, soliq oldida majburiyatimiz ortdi va biz hali aytganimizdek, ishchilar qayerda ishlasa, ijtimoiy soliq ham o'sha shotga yozamiz dedik 20 Ya'ni ishlab chiqarayotgan tayyor mahsulot ta'minotga qo'shiladi bu soliq summasidan. Ish haqidan daromad solig'i ushlandi. O'tgan masalada aytganimizdek, ish haqidan ushlab qolganligimiz sababli ishchilardan qarzimiz kamayadi va soliq oldida majburiyatimiz ortadi daromad solig'i bo'yicha. INPS hisoblandi. Buni biz aytdikki, daromad solig'i ichidan olib qolamiz. Shuning uchun daromad solig'i bo'yicha qarzimiz kamayadi hamda INPS bo'yicha qarzimiz ortadi. Mol yetkazib beruvchilarga hisob kitob shotidan pul o'tkazildi. Pul o'tkazilgandan keyin albatta pulimiz kamayadi va kreditlanadi. Qarzimiz ham kamayadi. Mol yetkazib beruvchilarga qarzimiz 60 u debitlanadi. Xaridorlardan hisob kitob shotiga pul kelib tushdi. Bizga pul kelib tushgandan keyin tabiiyki pul ko'payadi va debitda yozamiz. Xaridorlardan oladigan pulimiz kamayadi. Ya'ni xaridorlar qarzini beryapti. Biz boshlang'ich qoldiqda ko'rdikki, xaridorlarning qarzi 700 ming edi. Shundan 370 ming so'mini beryapti. Biz olishimiz kerak edi 700 ming so'm, 370 ming olgan bo'lsak, oladigan pulimiz kamaydi degani. Ishlab chiqarishdan tayyor mahsulot omborga qabul qilindi. Tayyor mahsulotimiz ortdi va ishlab chiqarishimiz kamaydi. Hisob kitob shotidan bank krediti qaytarildi. Boshlang'ich qoldiqda bizda kredit bo'yicha qarzdorlik mavjud edi 720 ming so'm, shundan 500 ming so'm to'landi deyapti. Kredit bo'yicha qarzimiz kamaydi hamda pulimiz ham kamaydi. Provodkalarni tuzib oldik. Endi provodkadan keyingi etap shaxmat tuzish. Shaxmat tuzish uchun nima qilamiz? Debitdagi shotlarni bo'yiga yozamiz va kredit tomonda ishlatilgan shotlarni kredit gorizontaliga yozamiz. Bunda bir marta ishlatilgan shot qayta ishlatilmaydi va shotlar kesishgan joyga summani yozamiz. Birinchi provodkamiz 10 60 10. Demak, 10 debitda yozdik. Kreditda 60 10. Kesishgan joyiga 300 ming so'm yozamiz. Keyingisi 50 10 debitda topamiz. Debit tomonidan 50 10'da uning kreditida 51 10
topamiz, kesishgan joyiga 1.200.000 so'm yozamiz. Shu tartibda shaxmat davom etadi. Biz buni hozir bittalab qo'lda yozmaymiz va tezroq shaxmat qilish uchun kerakli ma'lumotlarni nusxalaymiz hamda vstavka bo'limidan svodnoy tablitsa qilamiz. Yangi listga tushiramiz va bu yerda debit strokaga tushiramiz, kreditlarni kolonnaga tushiramiz, kesishgan summani значениyaga yozamiz. Summalarni biz числовой formatga o'tkazib olsak, ko'rinishi yaxshiroq bo'ladi. Demak, bizda tayyor bo'ldi shaxmatimiz. Mana shaxmat tayyor. Shaxmatimiz tayyor bo'ldi. Bu yerda jami debit bo'yicha yoziladi. Bu yerda esa jami kredit bo'yicha ma'lumotlar yoziladi. Demak, 10 shotimizda jami debitida 300.000 so'm bor ekan. Yo'inki 51 shoti kreditda bizdan jami bo'lib 2.120.000 so'm pul chiqib ketgan ekan. Buning uchun provodkaga qaytib ko'rishimiz mumkin. 51 1.200.000 so'm, 420.000 so'm va 500.000 so'm, jami 2.120.000 so'm. Shularni jamlab olish uchun biz shaxmatdan foydalanamiz, shaxmat usulidan. Shaxmatimiz tayyor bo'ldi. Undan keyingi etap aylanma qoldiqli ведомость yoki оборотный saldo ведомость deydi.